Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim, juda og'riqli va har bir oila uchun bevosita aloqador bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap to'qil bo'tiyim uchun sonli yangi qonun va pensiya masalasidagi o'zgarishlar haqida ketadi. Ko'pchilik hozir bir savolni berayapti. Kim pensiyasiz qolishi mumkin? Kimning puli kamayadi? Kim hujjatlarni hozirdan tartibga solmasa? Ertaga tiyinsiz qolib ketishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda, odamlar hayotida uchraydigan real misollar bilan tushuntiraman. Chunki pensiya masalasi faqat yoshi katta insonlarning muammosi emas. Bugun 35 yoshda bo'lgan odam ham, 45 yoshda chet elda ishlayotgan odam ham, 55 yoshda hujjatlarni yig'ayotgan ayol ham bu qonundagi talablarni bilishi shart. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyaga chiqish arafasida bo'lsa, bu video siz uchun ayniqsa muhim. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamni katta xatodan saqlab qolishi mumkin. Avval qanday edi? Odamlar ko'pincha shunday o'ylardi. Men ishlaganman, demak pensiya olaman. Lekin amalda pensiya tayinlashda faqat ishlaganman degan gap yetmaydi. Davlat uchun eng muhim narsa hujjat, rasmiy ish staji, sug'urta badallari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari va elektron bazadagi yozuvlardir. Agar odam 20 yil ishlagan bo'lsa-yu, bu yillar hujjatda ko'rinmasa, pensiya hisoblashda muammo chiqadi. Oldingi tartibda ko'p hollarda qog'oz hujjatlar asosiy rol o'ynardi. Mehnat daftarchasi, korxona buyrug'i, arxivdan olingan ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risidagi spravka orqali odamning staji tasdiqlanardi. Lekin ko'pchilikda muammo shundan boshlanadi. Korxona yopilgan, arxiv yo'qolgan, ish haqi hujjatlari saqlanmagan, mehnat daftarchasida muhr noaniq, yozuv xato, lavozim nomi boshqa yozilgan. Ana shunday holatlarda odam haqiqatan ham ishlagan bo'lsa ham pensiya tayinlashda qiynalishi mumkin edi. Endi o'zgarishlar nima tomonga ketmoqda? Yangi tartiblarning asosiy maqsadi shundaki, pensiya masalasida og'zaki gap emas, aniq tasdiqlangan ma'lumotlar inobatga olinadi. Rasmiy ish, elektron baza, soliq va ijtimoiy to'lovlar, sug'urta badallari, mehnat faoliyatining qonuniy qayd etilishi yanada muhim bo'lib bormoqda. Ya'ni agar odam yillar davomida norasmiy ishlagan bo'lsa, konvertda oylik olgan bo'lsa, ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan bo'lsa, u kelajakda pensiya hisobida jiddiy yo'qotishga uchrashi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men buni ogohlantirish uchun aytayapman. Chunki bugun hujjatni tekshirtirish, yo'qolgan stajni izlash, arxivga murojaat qilish, ish beruvchidan ma'lumot olish mumkin. Ammo pensiya yoshiga yetib, keyin hammasini izlash ancha qiyin bo'ladi. Birinchi navbatda norasmiy ishlagan odamlar xavotir olish kerak. Masalan, bir erkak 25 yil davomida qurilishda ishlagan. U har oy pul olgan, oilasini boqqan, haqiqatan mehnat qilgan, lekin uni ish beruvchi rasmiy ishga olmagan. Mehnat shartnomasi yo'q, soliq to'lovlari yo'q, sug'urta badallari yo'q, mehnat daftarchasida yozuv yo'q. Bu odam pensiya yoshiga yetganda men 25 yil ishlaganman desa ham, davlat organi undan tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Bu 25 yilning hammasi yoki katta qismi pensiya stajiga kirmasligi mumkin. Ikkinchi xavf guruhi chet elda ishlagan fuqarolar. Masalan, bir ayol 12 yil Rossiyada enaga bo'lib ishlagan, keyin O'zbekistonga qaytgan. U yaxshi pul topgan, lekin ishlagan joyi rasmiy bo'lmagan. Pensiya hisoblashda esa savol tug'iladi. Bu 12 yil qanday tasdiqlanadi? Agar xalqaro bitim, rasmiy mehnat shartnomasi, soliq yoki sug'urta to'lovlari, tegishli davlat organlaridan ma'lumot bo'lsa, ayrim holatlarda hisobga olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin oddiy, men ishlaganman, guvohlar bor degan gap ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun chet elda ishlayotganlar hozirdan hujjatlarni tartibga solish kerak. Uchinchi guruh yakka tartibda ishlaganlar. Masalan, tikuvchi, sartarosh, ustachilik qilgan odam, bozorda savdo qilgan inson. Agar u faoliyatini rasmiy ro'yxatdan o'tkazgan, soliq to'lagan, ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsa, bu uning foydasiga ishlaydi. Lekin men uyda buyurtma olardim. Odamlar meni taniydi degan holat pensiya uchun yetarli asos bo'lmasligi mumkin. Pensiya tizimida tanish bilish emas, hujjat ishlaydi. 4-guruh ayollar. Ayniqsa farzand tarbiyasi bilan ko'p yil uyda qolgan ayollar bu masalaga alohida e'tibor berish kerak. Qonunchilikda ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Masalan, bola parvarishi bilan bog'liq davrlar. Lekin bu ham avtomatik tarzda har doim to'liq hisobga olinadi degani emas. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh hujjatlari, yashash joyi ma'lumotlari zarur bo'lsa,
boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar ayol 10 yil uyda farzandlariga qaragan bo'lsa, keyin 12 yil rasmiy ishlagan bo'lsa, pensiya hisobida qaysi davrlar qanday qo'shilishi aniq tekshirilishi kerak. 5-guruh sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, fabrikalarda ishlaganlar. Bu yerda eng katta muammo arxiv masalasi. Ko'p korxonalar allaqachon tugatilgan. Ba'zilarining hujjatlari tuman arxivga topshirilgan, ba'zilariniki viloyat arxivida, ba'zilariniki esa umuman topilmaydi. Masalan, bir kishi 1900-yildan 1990-yilgacha zavodda ishlagan. Ammo mehnat daftarchasida faqat ishga kirgan sanasi bor, ishdan bo'shagan sanasi yozilmagan yoki muhr bosilgan, lekin muhr o'qilmaydi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Agar odam oldindan arxivdan ma'lumot olib qo'ysa, pensiyaga chiqayotganda ancha yengil bo'ladi. Endi kim xavotir olmasligi mumkin. Agar siz butun mehnat faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomalaringiz bo'lsa, elektron bazada ma'lumotlaringiz to'g'ri ko'rinsa, ish beruvchi siz uchun tegishli to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsa, xavotir kamroq. Lekin baribir men bunday odamlarga ham umuman xotirjam bo'ling demayman. Chunki bazada xato bo'lishi, familiya noto'g'ri yozilishi, pasport almashganda ma'lumot ulanmay qolishi, ish haqi noto'g'ri ko'rsatilishi mumkin. Real misol keltiraman. Bir fuqaro 30 yil rasmiy ishlagan. U o'zini to'liq himoyalangan deb o'ylaydi. Pensiyaga hujjat topshirganda ma'lum bo'ladiki, 2005 yildan 2008 yilgacha bo'lgan davr elektron bazada ko'rinmayapti. Sabab korxona hisobotni noto'g'ri topshirgan yoki eski ma'lumotlar raqamlashtirilmay qolgan. Natijada 3 yil staj bo'yicha tortishuv paydo bo'ladi. Agar u oldindan tekshirganida bu muammoni pensiyaga chiqmasdan hal qilgan bo'lardi. Yana bir misol. Bir ayol 12 yil maktabda ishlagan, keyin oilaviy sabab bilan 7 yil uyda bo'lgan, so'ng 9 yil bog'chada ishlagan. U umumiy hisobda 27 yil mehnat faoliyati bor deb o'ylaydi. Lekin ayrim davrlar tasdiqlanmasa, pensiya miqdori kutgandan past chiqishi mumkin. Demak, gap faqat pensiya bor yoki yo'qligida emas, pensiya qancha bo'lishida ham. Eng muhim nozik joylardan biri shuki, odamlar staj va ish haqi masalasini bir-biridan ajratmaydi. Pensiya hisoblashda faqat necha yil ishlaganingiz emas, qaysi davrda qancha rasmiy daromad olganingiz ham ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar siz 20 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin rasmiy oyligingiz juda past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya miqdori ham shunga yarasha past chiqadi. Ko'p ish beruvchilar xodimga aslida 5 million so'm beradi, lekin rasmiy hujjatda 20 million 200 ming so'm ko'rsatadi. Bugun bu odamga farq sezilmasligi mumkin, chunki qo'lga pul olyapti. Lekin ertaga pensiya hisoblanganda aynan rasmiy ko'rsatilgan daromad muhim bo'ladi. Ikkinchi nozik masala konvertdagi oylik. Bu juda keng tarqalgan. Xodim menga baribir pulimni bersa bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin men ekspert sifatida aytaman. Konvertdagi oylik bugun qulay ko'rinishi mumkin, ertaga esa katta yo'qotishga olib keladi. Sizning pensiya huquqingizni himoya qiladigan narsa qo'lingizga olgan naqd pul emas, rasmiy qayd etilgan daromad va to'lovlardir. Uchinchi nozik masala mehnat daftarchasidagi xatolar. Masalan, ism Dilshod o'rniga Dilshod deb yozilgan, familiyada bitta harf xato, tug'ilgan sana noto'g'ri. Buyruq raqami yozilmagan, muhr boshqa tashkilotniki, ishdan bo'shash sanasi tushib qolgan. Oddiy odam buni mayda xato deb o'ylaydi. Ammo pensiya hujjatlari ko'rilganda shu mayda xato katta muammoga aylanishi mumkin. Chunki organlar bu hujjat aynan sizga tegishli ekanini tasdiqlang deyishi mumkin. To'rtinchi nozik masala korxona nomi o'zgargan holatlar. Masalan, siz tong fabrikasida ishlagansiz, keyin u tong tekstil bo'lgan. Keyin mas'uliyati cheklangan jamiyatga aylangan, keyin tugatilgan. Hujjatlarda bu o'zgarishlar aks etmasa, stajni bog'lash qiyinlashadi. Shuning uchun arxiv ma'lumotnomada korxonaning qayta nomlanishi, tugatilishi, hujjatlar qayerga topshirilgani ko'rsatilishi juda muhim. 5-masala guvohlar orqali tasdiqlash. Ko'pchilik 2 kishi guvoh bo'lsa stajim tasdiqlanadi deb o'ylaydi. Amalda guvoh ko'rsatmasi ayrim holatlarda yordam berishi mumkin. Lekin bu universal yechim emas. Har bir vaziyatda hujjat birinchi o'rinda turadi. Guvohlar ham o'sha davrda siz bilan birga ishlaganini o'z hujjatlari bilan tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Demak, guvoh masalasiga tayanib qolish xavfli. 6-masala o'zini o'zi band qilganlar. Bugun ko'p odam o'zini o'zi band qilib ro'yxatdan o'tmoqda. Bu yaxshi qadam, chunki norasmiy faoliyatni qonuniy maydonga olib chiqadi.
Lekin odam faqat ro'yxatdan o'tib qo'yib, keyingi majburiyatlarni bajarmasa, pensiya masalasida kutilgan natija bo'lmasligi mumkin. Qaysi to'lovlar to'langan, qaysi davrlar hisobga olinadi. Buni aniq bilish kerak. Shunchaki ilovada ro'yxatdan o'tganman, demak hammasi hal deb o'ylamaslik kerak. 7-masala pensiya yoshiga yaqinlashgan odamlarning eng katta xatosi. Ular hujjat yig'ishni oxirgi oyga qoldiradi. Masalan, odam 6 yoshga to'lishiga 1 oy qolganda pensiya jamg'armasiga boradi. U yerda unga falon yilingiz tasdiqlanmagan, falon korxonadan ma'lumot kerak, arxivdan javob oling deyishadi. Arxiv esa 25 kun, 30 kun, ba'zan undan ham ko'proq vaqt olishi mumkin. Natijada pensiya tayinlanishi kechikadi yoki miqdor bo'yicha nizo chiqadi. Men doim aytaman, pensiya hujjat tayyorlashni kamida 1 yil oldin boshlash kerak. 8-masala. Pensiya tayinlangandan keyin ham qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Agar siz keyinroq qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat topsangiz, tegishli tartibda murojaat qilib qayta ko'rib chiqishni so'rashingiz mumkin. Lekin bu ham oson jarayon emas. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l pensiyaga chiqishdan oldin barcha dalillarni jamlashdir. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, mehnat tarifingizni yozib chiqing. Oddiy daftar oling yoki telefonda ro'yxat tuzing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishlagansiz? Korxona nomi nima bo'lgan? Lavozimingiz nima? Taxminan qancha oylik olgansiz? Ishga kirish va bo'shash sanalari qanday? Hammasini yozing. Ko'pchilik esimda bor deydi, lekin hujjat yig'ish boshlanganda chalkashib ketadi. Yozma ro'yxat sizga tartib beradi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Unda barcha ish joylari yozilganmi? Sanalar to'g'rimi? Muhrlar bormi? Buyruq raqamlari ko'rsatilganmi? Ism, familiyangiz xatosizmi? Ishdan bo'shash yozuvi bormi? Shularni qarang. Agar xato topsangiz, uni befarq qoldirmang. Hozirgi yoki sobiq ish beruvchiga zarur bo'lsa arxivga murojaat qiling. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Bugun davlat xizmatlari, soliq tizimi, MyPokov, uz kabi elektron imkoniyatlar orqali ko'plab ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, nabirangizdan yoki davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. Men katta odamman, tushunmayman deb chetda qolmang. Sizning pensiyangiz sizning huquqingiz. 4-qadam, arxiv ma'lumotlarini oldindan oling. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizada taxminan shunday mazmun yoziladi. Men falon yildan falon yilgacha falon korxonada ishlaganman. Shu davrdagi ish stajim va ish haqim to'g'risida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Arizada pasport ma'lumotlari, tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqami, korxona nomi, ishlagan lavozim va taxminiy yillar ko'rsatiladi. 5-qadam, ish haqi bo'yicha hujjatlarni izlang. Pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan eng muhim omillardan biri rasmiy daromaddir. Agar sizda eski ish haqi ma'lumotnomalari, shartnomalar, buyruqlar, hisob-kitob varaqalari, bank orqali tushgan oylik ma'lumotlari bo'lsa, ularni saqlang. Ularni tashlab yubormang. Ba'zi odamlar eski qog'ozlarni keraksiz deb yo'q qiladi. Keyin esa aynan shu qog'oz pensiya miqdorini oshirishga yordam berishi mumkinligini tushunadi. 6-qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan rasmiylashtirishni talab qiling. Men bilaman, ko'pchilik qo'rqadi. Agar talab qilsam, ishdan haydaydi deydi. Lekin huquqiy jihatdan siz mehnat shartnomasi bilan ishlashga haqlisiz. Rasmiy ish sizga faqat pensiya emas, kasallik varaqasi, mehnat ta'tili, ishdagi baxt sodisidan himoya, kredit olishda daromad tasdig'i kabi ko'plab foyda beradi. 7-qadam. Chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, hujjatsiz yurmaslikka harakat qiling. Mehnat shartnomasi, ruxsatnoma, soliq to'lovlari, ish beruvchi ma'lumotlari, bank o'tkazmalari, sug'urta hujjatlarini saqlang. Har bir davlatning tartibi boshqa, lekin umumiy qoida bitta. Hujjat bo'lsa, huquqni himoya qilish osonroq bo'ladi. 8-qadam. Pensiya jamg'armasiga oldindan maslahat uchun boring. Pensiyaga chiqish yoshiga 1 yil yoki kamida 6 oy qolganda borib hujjatlaringizni ko'rsating. Menda nima yetishmayapti, qaysi yillar tasdiqlanmagan, nima olib kelishim kerak deb yozma yoki og'zaki tushuntirish oling. Bu sizni keyingi asabiylashishlardan saqlaydi. 9-qadam. Barcha hujjatlardan nusxa oling. Mehnat daftarchasi, pasport, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, bolalar hujjatlari, harbiy xizmat hujjati, diplom, arxiv ma'lumotnomalari,
ish haqi spravkalari hammasining nusxasini alohida papkada saqlang. Imkon bo'lsa, telefoningizda suratga olib, elektron ko'rinishda ham saqlang. Hujjat yo'qolsa, hech bo'lmaganda nusxasi qoladi. 10-qadam, agar rad javobi olsangiz, darhol taslim bo'lmang. Ba'zan odamga bu davr hisobga olinmaydi deyishadi. U esa uyiga qaytib bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida siz tushuntirish so'rashga, qo'shimcha hujjat taqdim etishga, yuqori tashkilotga murojaat qilishga, zarur bo'lsa sud orqali huquqingizni himoya qilishga haqlisiz. Albatta, har bir holatda natija kafolatlanmaydi. Lekin o'z huquqini bilgan odam ko'proq imkoniyatga ega bo'ladi. Birinchi vaziyat, Akmal aka 28 yoshda. U 1995 yildan 2010 yilgacha bozorda savdo qilgan, keyin 2011 yildan beri rasmiy qorovul bo'lib ishlaydi. U o'zini o'tgan yil ishlagan deb hisoblaydi. Lekin bozordagi 15 yil rasmiy hujjat bilan tasdiqlanmasa, pensiya stajiga to'liq kirmasligi mumkin. Akmal aka hozir nima qilish kerak? Avvalo, o'sha davrda patent, soliq to'lovi, bozor ma'muriyatidan shartnoma, savdo joyi uchun kvitansiya bo'lganmi? Shularni izlash kerak. Agar hech narsa bo'lmasa, kelajakdagi pensiya miqdori faqat rasmiy tasdiqlangan davrlarga bog'lanib qolishi mumkin. Ikkinchi vaziyat. Mohir opa 4 yoshda. U 3 farzand tarbiyalagan, 12 yil tikuv fabrikasida ishlagan, keyin uyda buyurtma tikkan, so'ng Ko'sil maktabida farrosh bo'lib ishlagan. U pensiyaga chiqishdan oldin bolalarining tug'ilganlik guvohnomalarini, nikoh hujjatini, fabrikadagi ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini, maktabdagi ish haqini tasdiqlovchi ma'lumotlarni yig'ishi kerak. Agar fabrikadagi hujjatlar topilmasa, uning pensiya hisobida sezilarli farq bo'lishi mumkin. Uchinchi vaziyat, Sardor 40 yoshda, chet elda qurilishda ishlayapti. U hozir pensiya haqida o'ylamaydi, chunki hali yosh. Lekin men unga shunday deyman. Bugun hujjatsiz ishlayotgan har bir yiling ertaga pensiya hisobida bo'shliq bo'lib chiqishi mumkin. Agar u rasmiy shartnoma bilan ishlasa, to'lovlari qayd etilsa, kelajakda o'z huquqini himoya qilish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Pensiya masalasi 6 yoshda boshlanmaydi. U birinchi ish kuningizdan boshlanadi. 4-vaziyat. Nafsa opa butun umr rasmiy o'qituvchi bo'lib ishlagan. U xavotir olmasa ham bo'ladi deb o'ylashi mumkin. Lekin u ham elektron bazadagi ish staji, ish haqi, familiya o'zgarishi, diplom va buyruqlar bilan bog'liq ma'lumotlarni tekshirish kerak. Ayniqsa, turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan bo'lsa, eski hujjatlar bilan yangi pasport ma'lumotlari o'rtasida bog'liqlik aniq bo'lishi kerak. Bu masalada yana bir katta xato bor. Odamlar faqat pensiya chiqadimi yoki yo'qmi deb so'raydi. To'g'ri savol esa boshqacha bo'lishi kerak. Mening barcha ishlagan yillarim to'g'ri hisobga olinadimi? Rasmiy daromadlarim to'liq ko'rinadimi? Pensiyam adolatli hisoblanadimi? Chunki ba'zi odam pensiya oladi. Lekin aslida olishi mumkin bo'lganda kamroq oladi. Sababi hujjat yetishmagan, ish haqi past ko'rsatilgan, bir necha yil staj tasdiqlanmagan. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Qonun va tartiblar o'zgarishi oddiy odam uchun qo'rqinchli tuyulishi mumkin. Lekin har qanday tizimda eng kuchli himoya bu oldindan tayyorgarlikdir. Hujjatlari joyida bo'lgan, mehnat faoliyati rasmiy qayd etilgan. Elektron ma'lumotlarni tekshirgan, arxidan javob olgan odam ancha xotirjam bo'ladi. Eng katta xavf esa hali vaqt bor deb yurishda. Aziz tomoshabinlar, bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki, pensiya masalasida hech narsa o'z-o'zidan hal bo'lmaydi. Yangi tartiblar shuni ko'rsatadiki, rasmiy ish staji tasdiqlangan daromad, sug'urta va soliq to'lovlari, elektron bazadagi ma'lumotlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Norasmiy ishlaganlar, chet elda hujjatsiz mehnat qilganlar, eski korxonalarda ishlaganlar, mehnat daftarchasida xatosi borlar. Pensiya yoshiga yaqinlashganlar bu masalaga ayniqsa jiddiy qarash kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchangizni ko'ring. Elektron bazadagi ma'lumotlaringizni aniqlang. Arxivga murojaat qiling. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasidan maslahat oling. Bir kunlik harakat kelajakda sizni o'ylab yugurishdan, asabiylashishdan va pul yo'qotishdan saqlab qolishi mumkin. Sizningcha bu yangi tartiblar adolatlimi yoki oddiy odamlar uchun qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki men bu kanalda sizning huquqingiz, pulingiz va kelajagingizga ta'sir qiladigan eng muhim masalalarni sodda
va tushunarli qilib tushuntirib boraman.